Assalomu alaykum. Rostini ayting, rasmiy garantiyangiz haqiqiymi yoki shunchaki gap so'zmi? Juda manfaatli savol. Keling, faktlar orqali tushuntiraman. Siz avtomobilni rasmiy dilerdan sotib olsangiz, ushbu garantiya zavoddan beriladi. Bu menejerning va'dasi emas, bu zavodning tizimidir. Xo'p, qarang aka, agar 1 yildan keyin qanaqadir muammo chiqadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Qachon bo'lishidan qat'iy nazar, garantiya avtomobilga biriktirilgan bo'ladi. Hatto diler, mamlakat yoki menejer o'zgarsa ham zavod kafolati saqlanib qoladi. Biz quyidagi brendlar bilan ishlaymiz. Chang'an, Deepal, Avatar, Voyix barchasi rasmiy zavod kafolati mavjud. Tushunarli. Shunda men menejerga bog'liq emasman, to'g'rimi? Aynan shunday. Siz ishlab chiqaruvchi zavodga bog'liqsiz. Shuning uchun Tata Avtoda biz shunchaki avtomobil emas, balki rasmiy zavod kafolatini topshiramiz. Ha, endi tushunarli. Bu boshqa darajadagi ishonch ekanda. Agarda siz kafolatsiz avtosalonlarga aldanib qolishni xohlamasangiz, albatta Tata Avtoga tashrif buyuring.